Assalomu alaykum aziz obunachilarim, Begoyim oshxonasiga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan yana biskvitni pishirishni davom etamiz. Bu galgi biskvitimiz shokoladli, sutli va yog'li biskvit bo'ladi. Marhamat, tomosha qiling. Bismillah deb ishimizni boshlab olamiz. Birinchi navbatda 6 dona tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz. Mana barchasini ajratib oldik. Endi qoshiq uchida tuz qo'shib olamiz. Mikserda oppoq bo'lguncha ko'pirtirib olinadi. Tuxum oqini ko'pirtirib oldik. Endi 300 gram shakarni oz-ozdan solib, yana ko'pirtirishda davom etamiz. Hamma shakarni solib bo'lgandan keyin yana 2 daqiqa qattiqqina bo'lguncha ko'pirtirib olinadi. Ekrandan ko'rganingiz holatidagi ko'pirib olish kerak. Tog'orachani ag'darganda tushib ketmasligi kerak. Endi 100 gram o'simlik yog'ini massamizga qo'shib olamiz va 1 daqiqa mobaynida ko'pirtirib olamiz. Mana ko'pirtirib oldik. 6 dona tuxum sarig'ini ham qo'shamiz va yana 1 daqiqa mobaynida ko'pirtirib olamiz. Endi esa massamizga qo'shimcha ravishda 100 gram sut kerak bo'ladi. Buni ham qo'shib olamiz va 1 daqiqa mobaynida ko'pirtirib olamiz. Endi quruq mahsulotlardan 150 gram un, 1 choy qoshiq ziriq etil va 75 gramda kakao qo'shib elakdan o'tkazib olinadi. Xamirni lopatka yoki qoshiq yordamida sekinlik bilan aralashtirib olish kerak, toki bir xil massa bo'lgunicha. (22 diametrli qolipni tegini folga bilan o'rab olamiz. Masalqini qo'yib tekislab olamiz va 120 gradus haroratda 45 minut mobaynida pishirib olinadi. Mana biskvitimiz tayyor bo'ldi. Endi buni cho'p orqali quruq chiqqanidan pishganini ko'rib olishimiz mumkin. Buni sovutishga olib qo'yamiz va sovigach albatta natijasini siz bilan ko'ramiz. Natija zo'r, yumshoqqina, sochli bo'lib biskvitimiz tayyor bo'libdi. Sizlarga ham xuddi shu uslubda tayyorlab ko'rishni tavsiya etaman. Kelasi videolargacha sizlar bilan yana uchrashish umidida xayrlashib qolaman. Xayr, omon bo'ling.